Qarang, bugun pulni bermasangiz umuman iloji yo'q, to'g'risi. Mana bu bola kredit to'lash kerak. 16 Pro Max olgan kreditga. Bugun bermasangiz bo'lmaydi aka. Pulni bering. Bugun magazdan qarz olayapman men. Keyingi safar nima qilaman? Bermaysizmi olgandan keyin pulni? Keyingi safar uka. Assalomu alaykum, Hoji aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qarang, o'tgan safar ham pulni beraman deb bermay ketdingiz. Bugun bering. Mana bu bolani mashinasi kredit. 15 kun o'tib ketdi, to'lamadi hali ham. 400 ming so'mdan jarima yozyapti. Bugun bermasangiz bo'lmaydi. Hozir pul kelishib turibman, hozir yo'q. Bugun bermaysizmi? Erta. Qachon berasiz? Hozir bu yoqdan chiqadi, sen oyog'idan ishlaysan. Men qo'ldan ishlayman, tushundingmi? Mana. Assalomu alaykum, Hoji aka. Ha, Hoji aka. Pulni qachon berasiz? Mana bu bolani. Nima mana bu bola? Ha. Nima mana bu bola? Ha. To'g'ri, telefonim ham kredit, mashinam ham kredit, uyim ham kredit. Hamma bildi. Nima? Qarz saniki, mana kreditim beramatmi? Yeting mani. Do'stim, siqilma. Keti bo'ldi. Erta kelamiz, ha? Erta kelamiz, yur. Nimaga unaqa dedingiz?